eng arzonida, eng arzon narxda Jetaur X90 Plus avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 34 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashina. Hamma yo'g'i yaxshi holatda ekan, texnik ishi yo'q ekan, bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. O'zini firmeniy diskalarida yaxshi holatda balonlarda turibdi. Laboylarda treshini ko'rmadim. 360 slipoy zona, beskulchoylari bor, panoramli lyuklari, dugalari, tonirovka razрешениялari, hamma narsasi bor mashina. Hech qanaqa kam ko'sti yo'q ekan, salonlari yana полный elektropaket, даже pametlari bilan sedanlar holati yaxshi turibdi. Pultlari panoramali, 7 o'rinli, X90 Plus besprovодной telefonga. Hech qanaqa kamchilik yo'q ekan. Ruskiy tekstda 34 ming yurgan, multirul, lipistok, start stop hammasi bor. Jetaur X90 Plus. Kraskasi mana shu bagajida, krilosida bor. Mana bu eshigi ham ozgina переход bo'lgan. Seriyozli udarib, bemalol ko'raverasizlar. Eng arzonida olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 17 ming 950 ulgurib qolinglar, bosinglar.